Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda bizni kuzatuvchilar. Mana yonimizda turgan texnikani bir obzorini qilib berib o'tib ketamiz. Bu qanday uskuna? Bu asosan o'sha palakdagi donli mahsulotlarni ajratish uchun xizmat qiladi. Masalan, bug'doy, loya, mosh, no'xat va hokazo bir nechta narsalarni chiqarish uchun mo'ljallangan. Hozir men sizlarga 5 tasini sanab berdim. Hozir bu tayyorlandigani fasol uchun moslab tayyorlanyapti, ya'ni o'sha qizil loya uchun. Bu ichki qismini setkasini o'zgartirish orqali barcha narsani bajarsangiz bo'laveradi. Bu uskunamiz yangilik bo'lyapti. Xudo xohlasa 2026-yilda qiladigan yangiligimiz. Boshqalarga farqi qanday degan savol bo'ladigan bo'lsa, mana shu yonida turgan shinik qismi. Boshqalarda oldingi yasaganlarimizda bu joyi bo'lmagan. O'sha og'iz qismi qo'lda solib turiladigan bo'lgan. Endi bunga bu yil xudo xohlasa yangilik qildikki, bizda endi panchaq deydi. Haligi как vilkani kattasi. Shunaqada fasolda solsa, o'zi olib kirib ketaveradi. Eski variantdagilarimizda oldin qiyinchiliklari bo'lganligi uchun bu holatga o'tkazdikki, tashlaganda o'zi olib kirib ketadi. Narigi eski holatdagilarda bir kishi majburlab tiqardi oldin. Qulaylik bo'lishi uchun dehqonlarga shu narsani yangilik qilib qo'ydik. Xudo xolasa yana bir nechta joylarda o'zgartirishlar kiritib qo'yganmiz. Birma-bir sizlarga o'zim video davomida tushuntirib berib o'tib ketaman. Videoni o'tkazib olmasdan o'sha narxlari bilan aytib o'tib ketamiz. Hozirda o'zim narxini aytib o'tib ketaman. Bu kombaynimizning narxi bugungi kunda 80 million so'm. Boshqalariga nisbatan ancha qulay holatda ishlab beradi, xudo xolasa. Bo'lmasa videomizni boshladik. Mana shu o'sha hozir aytib o'tgan shinik joyimiz. Eni 1 metr, oraliq masofasi ham 1 metr. Solgan mahalda bemalol solish imkoniyati bor. Balandligi yerdan 1.30. 1.30, 1.20 bo'lgan taqdirda ham bu ishchiga hech qachon qiyinchilik tug'dirmaydi. Sababi fasol mana shu yerga tushib qolsa bo'ldi, shinik o'zi surib olib kirib tashlayveradi. Majburlab tiqish shart emas. Oldingilarda xuddi shu joylarda boya aytib o'tganimizdek qiyinchilik bo'lganligi uchun bu yil shu narsani yangilik qildik. Qolaversa, mana qopqoqlarimiz oldin 5 lik ishlatgan bo'lsak, bu yil 6 mm qalinlikdagi listdan ishlatyapmiz. Oldi qismlari ham mana baqvat uголniklardan 75 uголnikdan tayyorlangan. Hamda yonbosh qismida o'sha bunkeri bor. 500 kilodan oshiq mahsulot sig'adi. Bu yerda qo'shimcha lyuk. Har xil holat bo'lishi mumkin, avariyali lyuk. Asosan endi bizga bu nima uchun kerak? Ichidagi ishlarni bajarishimiz uchun, kirdi chiqdi oson bo'lishi uchun kerak bo'ladi. Shogirdlar ichkarida bemalol ish qilish uchun. Ichki qismida mana setkalari. Bu o'sha aytganimizdek bunker qismi. Bu bunker nimaga kerak? Solingan mahsulot ichkarida обработка bo'lib, setkaga tushadi. Setkadan maydalanib, doni pastga tushadi. Orqa qismida ventilyator bor. Ventilyator so'rib tashlaydi. Hozir bu mana bu yerda turgan elevatorning ustiga tushadi hamda elanib boradi. Elevatorimiz kombaynimizning tag qismida turadi va bu tomonga qarab, men tomonga qarab harakatlanib keladi tushgan mahsulot. Bu yerda ikkita ventilyator ko'rib turibsizlar. Birinchisi o'sha ichidagi xashaklarni so'rib otib bersa, ikkinchisi o'sha elevatorning ustida baribir xashaklar pastga tushadi, don bilan qo'shilib, o'shani so'rib, donni alohida toza holatda chiqarib beradi. Va bu elevatordan mana bu yerda turgan noryamiz bor. Lentamiz. O'sha lentani pastki qismida teshik bo'ladi. Bu hozir lenta yotiq holatda turibdi, bu tikka holatga o'tadi. Mana shu yerdan kirib, bunda maxsus kovushchalar bo'ladi o'zi, tepaga ko'taradigan. Pastki qismidan kirgandan keyin, bu tomondan kirgandan keyin tepaga qarab harakatlanib keladi va bu yerdan to'kilishni boshlaydi. Qayerga deganda, mana bu bunkerimizning ichki qismiga. Ya'ni o'sha toza holatdagi mahsulot shu bunkerga yig'iladi. Bu yilgisida yana qo'shimchasi svetlar o'rnatiladi hamma joyiga. Orqa tomoniga stop chiroqlari bilan, поворотниклari bilan chiroyli holatda bo'ladi.
Yana bir yangiligimiz 1 yil garantiya. Mana shu ko'rib turgan kombaynlaringga 1 yil garantiya beramiz. Xudo xolasa mana chiroyli baquvvat narsalardan tayyorlanyapti. Hech qachon o'sha отказ qilmaydigan, noto'g'ri ishlatmasa, to'g'ri ishlatilsa отказ qilmaydigan holatda bo'ladi. O'sha lenta tikka holatda turadi mana shu yerda. Tushgan mahsulot yana bitta tepada ventilyator bo'lib, ortiqcha xashaklarni uchirib tashlaydi va buni ustiga tushadi. Bunkerga yig'iladi. Bu yerda ishchi nechta tejaladi? Masalan, qarab turinglar. Boshqa kombaynlarda shunaqangi elevator bo'lsa, elevatordan tushib keladi, to'g'ri tog'oraga tushadi, pastki qismiga tushadi. Kombaynda deylik orqa qismiga. Bunkeri bo'lmaydi boshqa kombaynlarda. Yerga tushgandan keyin uni bir ishchi tog'orada to'lishini kutib turadi, bir ishchi yonida qopni ochib kutib turadi. Tog'ora to'ldi, bu yog'ida ikkita ishchi band bo'ladi shu yerda o'zida. Endi biz sizga ikkita ishchini o'rnini bosadigan texnikani tavsiya qilyapmiz. Masalan, o'sha ishchilar deylik qanchadir vaqt sarflaydi, qanchadir mehnat qiladi yoki pul oladi sizdan. Ularni hisoblamaysizda. Texnikani shunday olib borib berasiz. Pulingizni olasiz, o'zlari bir kishi solib tursa bo'ldi. O'sha yerda bir kishi solib turadi kombaynning old qismida. Bu o'zi ishni bajaraveradi. Deylik o'sha yerda tog'oraga soladigan odamni stanogida kombaynni o'zi bajaradi. Tozalaydi, lentadan tepaga ko'taradi hamda bunkerni ichiga to'ldirib tushirib beradi. Bunker to'lgandan keyin ichiga 12 qop mahsulot ketadi. Fasol, loviya, bug'doy, mosh, shunaqangi narsa 12 qop ketadi. Siz buni qoplab olaverasiz. Bu yerda endi qoplash uchun maxsus og'iz qismi ham bor. Mana. Qopqog'i bo'ladi. Zaslonkani bitta ko'targaningizda to'kiladi mahsulot. To'lgandan keyin zaslonkani bekitasiz, to'xtaydi. Ancha qulay. Bu yerda yana sizlarga nimani ko'rsatib qo'yamiz? Gong sepadigan apparatlarimiz mana tayyor bo'lgan. Xudo xolasa bularni olib ketish kerak. Bu tomonda yana tayyor bo'lgan kombaynlarimiz bor. Ularni ham bitirib sezonga tayyor qilib qo'yamiz. Xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Hozirgi kunda zakaz bergan kombaynlar 10 kunda xudo xolasa bitib chiqib ketyapti. 10 kun, 15 kunda uzog'i bilan. Mana shu kombaynimiz ham bugun 5 yo 6 kun shu holatga keldi. Ertaga nasib qilsa bitirishimiz kerak buni. Shunaqangi yangiliklarni o'tkazib olmaslik uchun dehqon akalarimizni ishini sifatli bitirish uchun mana shunday texnikalar xarid qilsalaring, ishlaring oson va chiroyli bitadi. Garantiyalarimiz har doimgidek bor. Qanaqangi muammo bo'lsa biz aloqadamiz. Yana bir narsani ko'rsatib o'tib ketaman. O'qini razmeri 60 lik badavashga tayyorlangan. O'qi ham qalin burovoy turbadan. Mana bu qalin narsa, qalinligi 1 sm, tashqi diametri 128, ichi 108. Plotniy qoqilgan. Sizga bu xudo xolasa pand bermaydi. Bu qalinligi stenkasi 6 mm, yangi turba. Yilka yangi turba. Hamma joyi xudo xolasa yangi holatdagi materiallardan ishlatilyapti. Faqatgina o'sha stupitsasi eski prisepkadan bo'ladi xolos. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kombaynlarimiz 55 milliondan to 140 million so'mgachaliklardan tayyorlab beramiz. Bemalol zakaz beraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Imkon qadar sezondan oldin zakaz bersalaring, sezonga tayyorlab bitirib beramiz. Shuni ham hisobini olib qo'yasizlar.